Assalomu alaykum, o'zimni lichniy blog YouTube kanalini sizni ko'rib turganimdan xursandman va ushbu YouTube kanalda biza kunlik kimlar bilan ishlaymiz, qay tarzda ishlaymiz va qanaqa jarayonlar bo'ladi, shuni hammasini qo'ldan kelguncha ochiq lifestyle stilida yoritib borishga harakat qilamiz. Bugungi videoda Oqtepa lavash uchun qilgan jonli efirimizni va Shokur Shukurboyev bu yerda nima qilayotganligi haqida aniq javob olasiz. Va bir vaqtning o'zida ikkita jonli efirni onlayn ta'lim yo'nalishida qanaqa olib o'tkazib berganimizni ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Bugun xudo xolasa biz o'zimizni birinchi videomizni boshladik. Men Usmon Alimov, o'zimni tanishtirib o'tay. Oxirgi 5 yildan beri vebinarlar va jonli efirlarni tashkillashtirish bilan shug'ullanib kelamiz. Hozirgi bugungi bizda bir vaqtda o'zida 3 ta efirimiz mavjud. Birinchisi Oqtepa lavashga. Bularda rozigrish bo'lib o'tadi va o'sha rozigirishni biz tashkillashtirgani hozirgina keldik. Bu как lifestyle video bo'ladi, xudo xolasa. Mana texnikalar bilan polni keldi. Endi mana sekin-sekin выгрузкаga ketyapmiz. Ofisni ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Mana shu Oqtepani ofitsialniy ofisi, markaziy ofis hisoblanadi. Kuzatib borishda davom etinglar. Oqtepa lavashi o'zida ham yengilga tayyorgarlik ketayotgan ekan. Bugungi mana mashxonada bizda xudo xolasa mana mashxonani tayyorlaymiz, polni. Xudo xolasa bugun bir vaqt o'zida ikkita PlayStation razigravать qilishadi. O'shaning jarayonini biz jonli efirga yoritib berishimiz kerak bo'ladi. Fast foodlar bilan aytgancha biz faqat Oqtepa lavash bilan ishlaymiz. Hozirgi kungacha. Atak основной o'zi ta'lim yo'nalishida ishlab boramiz. Bu bizani streamerskiy qismimiz uchun chimadan ichi to'la texnika, xudo xolasa. Bu bitta chimadan, antenna bitta chimadan. Bir vaqtda o'zi ikkitaga tayyor, uchinchisi anaqada yotibdi. Studiyada yotibdi. Internetimizdan ulab olamiz. Bizani hozirgi vaziyatda hammamizni boshimizga naushnik taqilgan. Bu naushnik bizni kommunikatsiya qilib o'tirishimiz uchun kerak bo'ladigan aloqa uskunalaridan biri. Mana shunaqa bo'ladi. Endi bu Hoylandni versiyadagisi bu Shinko brendiniki, тоже yaxshi. Kitayskiy. Качество bo'yicha yomon emas lekin. Yaxshi, shum подавление qilsa bo'ladi, shum подавление qilsa bo'ladi. В целом нормально. Diyorboy, bu yoq siz ishlaysiz, boshing. Xo'p, bular Diyorboy. Meni xudo xolasa shogirdim bo'ladilar. Polniy efir qismiga qarab javob beradilar. O'zim как organizator sifatida polniy hamma narsani kontroliga javob beraman. Bu operatorimiz bizda bugun Runinda ishlaydilar. Bu mana Ibrohim operatorimiz. O'zingiz bilmani o'girib olasizmi? Nima qilib olasiz? Tak, mana bitta fon bo'ladi. Bu yerda Shokur aka, Shokur Shukurboyev rasmini qo'yib ketamiz. Shokur Shukurboyev chiqib, tagoy bugun sizlarni Oqtepa lavashda ko'rib turganimdan xursandman deb, endi men parodiya qilib bera olmadim, к сожалению. Ovozim o'xshamaydi. Mana mana shu yerda fonda biz animatsiya o'ynatib qo'yamiz, chunki bu Oqtepa tomonidan berilgan tizi bizga keyingi tizimimizga keladigan bo'lsa, bu yerda o'zlarining brendoviy nima desa bo'ladi? Shkaflari bo'lishi kerak. Endi men bitta o'zi bu doska Shokur aka uchun, Shokur akaga, zametka uchun bugun nima razigravать qilamiz, qanaqa bo'ladi va hokazo qo'llarida qog'oz bilan daftar ushlab turmasligi uchun. Selam bo'ldi. Tayyorgarlik jarayoni avjida, sekin-sekin ketyapti. Nima deymiz endi? Suhbat yuritib qilsa kerak. Tak, bu kabellarimiz, kabellarni o'zi biz kameralarni ulagan ishlatamiz, HDMI portlarini mana. Mana bitta mana kameralarda HDMI port bo'ladi. Bu port ko'proq mana shunaqa kattali S3 larda bo'ladi. Alfa 7 S3. Endi men S3 deyman просто. 3 o'zi. 3 o'zida yo'q, mini bo'ladi. Unga переходник ulanadi. FX larda mana shunaqa bo'ladi. Eng idealniy o'zi zolotaya середина S3 hozirgi kunda.
Bu byudjet bo'yicha и вообще в целом hamma tomonlama. Chunki FX'da batareyka mani fikrimcha ko'p yeydi. Kamga yetadi. S3 da такой norma zalotaya rezina. Xo'p, yana nima? Mana kameraga, ekranga biz hozir HDMI tortishimiz kerak akras. Mana примерно bu kabel ham где-то 5 metrcha chiqish kerak. Yo'q, 10 metr ekan bu. Примерно 10 metrlik kabel. Bu kameramizga ulaymiz. Xo'pa qilib. Biz optika kabellardan foydalanamiz. Oddiy HDMI kabellar emas. Optika kabellar minusi bor. Ustiga chiqib bosib olsangiz sindirib qo'yishingiz mumkin yoki-da kelayotgan kartinka chiqmay qolishi mumkin, ekran qorayib. Shunaqa. Operatsionniy stolimizda shunaqa bo'lgandi. Ana kalaska bo'ladi-yu, reanimatsionniga olib borib qo'yuvchi kalaska. O'sha kalaskada shunday kelib ustiga balonchika tiralib qo'ygan, ustiga chiqib qo'yganda balonchika, o'zi ham bu kalaskani o'zi ham 100 keladi. Shuning uchun qora kadr bo'lib qo'yganim, hayronman. 3-operatsion stoldan nimagadir kadr kelmayapti deb. O'shanda borib qaraganimizda mana shu sabab bo'lgan edi. Yaxshi xursandman, что siz kabelim sinib qolmagan o'shanda. Harom bo'lardi. Endi mana kabelni olamizda. Bu yoqdan boshlay qolaylik. Har doim mana shu tomondagi tochkalardan boshlayman. Stolimning yonida lishniy sim yotsa yotursin, bu yoqda hammasi chiroyli bo'lib turgani, cho'tka bo'lib turgani yaxshi. Ham stol namcha kerak emas bizga. Kadrda ham ko'rinmaydi, burchakda turgani yaxshi. Sim ushlab turuvchi pozitsiyasida turaveradi bu yoqda. Bu 20 metrlik kabelimiz. Mana shu tashab qo'yamiz. Mana kabellar notebook qulab qo'yamiz. Jigarim obloshkalarini tayyorlab, animatsiyalarni ham chiqarib qo'ying. Ibrohim akalar o'zi Oqtepa Lavash bilan ishlashimizda birinchi bo'lib bizga murojaat qilganlar. Adashmasam, o'zi 2 yil bo'ldi. 2 yildan oshibdi-da. В целом shu kungacha bular bilan ishlab kelganmiz. Mana shu yil faqat bezinyo. Sizlarga qiyin bo'ldi. Milliydan o'zi Oqtepa Lavashning yangi направленияsi ochilgan. Milliy degan milliy taomlar. Milliy taomlarning boshqacha formati, fast casual formatda. Hozir 3 ta filial bor. Maksim Gorkiyda, Toshkentda, Qorasuvda. Bemalol kelsanglar, milliy taomlar, osh, shashlik, somsalarni yeb ketasizlar. Bo'ldi, biz shu yerdamiz, xudo xolasa. 3 ta boshqami? 20 minut qoldi. Shokir aka shu yerda deb o'ylagandim. Shokir aka 1 soat vaqt keladimi nima? Mayli, ko'rishamiz. O'zingiz ehtiyot qiling. Ko'rganman xursand bo'ldim. Kirasizmi? Bo'ldi, kutamiz. Ketdi. Sekin qochamiz. Bolalar bizga baraka topsin. Hamma narsani o'zlari bilib, cho'tka qilishadi. Faqat shu boyxonni so'kib turish kerak, atak yaxshi. Я вам сейчас скажу, что нам нужно перемещаться. Вы убьете нас? Куда? Перемещаться в другой зал. Эх, а что если они туда? Они не помещаются туда. О, Много времени займет? я бы сказал, kamida yarim soat. Нам придется, потому что они вот сейчас типа вот все. Primoy efir o'tkazishga bizlarni haydashyapti operasionka, bizlar xonada o'rtayda bo'ladi. Narsalarni sekin olib chiqaveringlar. Koridorga. Bu yoqqa. Mana shundan o'ting. Mana shu sistemadan o'ting. Diyorbek, iloji bo'lsa, hamma simlarni shunday yig'ingda, chemodanni ustiga tashab turingda, chemodanni sudroq olib kiravering. Biz endi короче xonamizni ko'chiramiz. Endi birinchi marta bo'ldi. Именно bu yerda. Uncha strashno, eplayveramiz. Nima vlog olsin? Biz bu yoqqa ko'chib o'tdik va shu yo'q narsadan bor narsani yaratib, hozir nima vid mashti bo'ladimi? Vinchotdan bosaveramiz. Lekin degan masala bor, mana buni to'ldirishimiz kerak. Hozir bizga stol kerak. Diyorbek, mana bularni chapga o'ng qilib turing. Internetdan
internetdan ham quruq qoldik. Endi o'zimizdan internet to'laymiz, boshqa yo'li yo'q. O'zi ko'p aksariyat vaziyatlarda o'zi biz borayotgan joylarda internetdan chatoq muammolar bor, o'shaning uchun o'zimiz internetni bosib boryapmiz. Ronellardan batareykalar joyidami? Boyxon. Vaziyatdan chiqib ketish kerak. Soft yoqmi sizga ham? Yoqing. Bo'ldi, bosing. Shokir akani chaqirishimiz kerak, 5 minut qoldi. Shu bolalar ishni ozgina chala qilib qo'yadi, o'shaning uchun nazoratini qilish kerak edi. Javob berganligi uchun. Tak, bugun ikkita rozыгрышimiz bo'lar ekan. Birinchisi tungi Toshkent, ikkinchisi jajji boksimi nimadir dedi. Короче, ikkalasida ham prizlarni topshirish marosimini ko'rsatib o'tishimiz kerak bo'ladi. Ikkala vaziyatimizdan ham. Birinchi efir, misol birinchi efir 10 minut bo'lsa, ikkinchi efir yana 10 minut bo'ladi. Shularni bitta-bitta qilib ko'rsatib berish kerak bo'ladi. Mana birinchisi tungi Toshkent. Tungi Toshkent setini juda ko'p reklama bo'ldi, juda bir oylikmi aksiya bo'ldi. Bir oy davomida o'sha ishladik, bir oy davomida ko'rsatdik, hammasini tushuntirdik va hokazo. Softni bu yoqqa qo'ysangiz bo'ladi, tepasi bo'sh. Assalomu alaykum yana bir bor. Biz tayyormiz. Tayyormizmi? Xudo xolasa. Kamchiliklarmi? Endi bahor hal qilamiz har doim. Avval tungi Toshkent ekan, keyin Давай первым. Сначала iPhone отдадим, keyin PlayStation. потом PlayStation. Qalaysiz, charchamasdan? Yo'q, charchash yo'q. Cho'tkimi? Umuman. В общем, доброе утро bo'lyapti manda. Biz blog boshladik уже. O, ko'ryapmanmi? Buton tayyor. Sizga xabar qilib qo'ydik просто. Saytni o'qib beramiz. Oh. Gapirib beramiz. Yo'q, men hozir свой человек. Nima? Xizmat qilsa Bo'ldi, rahmat. Eshitcha shu yerdamiz. Я вас через 10 минут жду. У нас все готово. Xo'p, xudo xolasa, mana biz уже ikkinchi lokatsiyamiz edamiz. Ikkinchi lokatsiyaga ko'chib oldik. Sababi soat 3 da biz efir boshlashimiz kerak, lekin 3 da rahbariyatda mitinglar bor ekan. O'shaning uchun bizani ko'chirib yuborishdi. Ko'chirishganda ham torroq xonaga ko'chirib yuborishdi-yu, no mayli. Shunda ham mana shu narsalarni xudo xolasa уже soat mana 3:30 bo'ldi. Уже tayyor bo'ldi. Yuring, ko'rsatib beraman. Xudoga shukr, mana bitta eson-omon tak amallardik. Mana shunaqa tor mahallada, mana shunaqa tor mahallada biz joy tayyorladik. Boyxon sal chaproq suring yana. Ha, endi ko'rinmayapti. Yo, yana chaproq. Tak, bizga mana kerak, bu kerak, bo'ldi. Boshqa hech nima kerak emas bundan tashqari. Keyin YouTube'da link yaratib qo'ydik. Ключini olib joylab yuboramiz. Instagramni ham tayyorlab qo'yamiz. Tungi Toshkent 4-haftada. 20 minut ichida zo'rg'a eson-omon o'tib oldik mana shu joy o'ziga ham. Televizor yo'q edi, nima ham o'rtadami, qayerda turuvdi, bilmadim, qayerda turuvdi. Salam, shunaqa, xudo xolasa, bugun birinchi efirimizni o'zi qizg'in tarzda davom etyapti. Bundan keyin yana ikkita efirimiz bor. Kasbda bo'lamiz. Kasbda ikkita xonani ham band qilganmiz. Kasbdagilar уже voydod olyapti. Bu ketishda вообще bizdan olib qo'ymasanglar bo'ladi deb hazillashyapti. Bu yoqda тоже как minimum tarzda bo'lsa ham brend buklarini, tam brendga aloqador narsalarni chiqarishga harakat qildik. Tayyor. Bizda Diyorbek chopa yugurib texnический hamma narsani tayyorlab bo'ldilar. Efirimiz xudo xolasa tayyor. Biz faqatgina tashkilotchini yana bittasini kutyapmiz. O'shandan keyin boshlayveramiz. Shokir aka ham juda tayyorlar. Zumrasha set. Открытый доступ qildingizmi buni? Instagramdan yaratdingizmi efir? Instagramga. Ha, просто chiqib keting, просто chiqib keting, chetda bosma. Plusni bosing, efir nomini YouTubedan oling, osonroq bo'ladi. Tayyor bo'lishingiz bilan boshlaymiz. Boyxon, sizda nima gap? Necha foiz? 77 dan yetadi. Shokir aka, tayyormisiz? Ha, gaz. Kamerani o'chirib qo'ying. Bugun faqat ko'rsatib beramiz. Taqdim etamiz va yopamiz. Ha, 2 minut. Boshlaymiz. Batti qahramonimiz va Oqtepa lavashdan salomlar do'stlar. Hammaga assalomu alaykum. Sizni ko'rganimizdan g'oyatda xursandmiz. Demak, bugungi efirimiz juda ham tez bo'ladi. Zumrasha setimizdagi aksiyamiz davom etmoqda va bu degani video qarashga kerak bo'ladi. Mana shu shunaqa Zumrasha setimiz bor.
E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Zumra Shasset. Bosamiz. Zo'r. Chotki. Gap yo'q. Xudo xohlasa o'tkazib oldik. Inshaalloh endi biza keyingi lokatsiyamizga yo'l bosgan bo'ladi, xudo xohlasa. Chotkimi? Epladik-a, bosib Boshing. Молодец, brother. Oğlum chotkiyim. Xonanglar torligini aytmasang, lekin yaxshi bo'ladi. O'zingiz tatmang, charchamang. Hal qilib bering azizga, iltimos. Qarang, bolalar bechoralar kulib kutib o'tiribdi. Shunaqa qilib, уже Oqtepani xudo xolasa eson-omon o'tkazib oldik. Endi bu yerga ko'rsatib o'tamiz. Endi mana bularni hozir polni yig'ishtiramiz. Bizda yarim soat vaqt qoldi. Ikkinchi efirimiz bor. Tezroq tayyorlaning. Mana shunaqa qildik, qarochi, shu kichkina xonadan ham nimadir qildik. Xudo xolasa o'chiravering, hech chiqsa yo'q. В целом kuzatishda davom etinglar. Hozir biz endi kasbga borib, ikkala xonani, ikkala studiyani polni band qilib, polni yasan-tusan qilamiz. Aloqadamiz. Assalomu alaykum. Mashinangiz usti yopiladimi deyman? Yo'q akajonim, yo'q. Bo'ldi. Yomg'ir tegdi, qolib ketmasak bo'ldi. Texnikalarim demoqchiman. Transport o'raymi? Kelavering. Keyingi lokatsiyamiz kasb bo'ladi. Biz endi tayyorgarlik ko'rib chiqib ketyapmiz. Soat 5:15 bo'lyapti. Men ham texnikalar hammasini yana hozir laboga joylaymiz. Sekin bir chetin. Ketdi, mashinamiz keldi bizga. Bismillah. Mashina teleportatsiya qiladi hozir bizga. Tezlashidan. Bo'pti, hozir sekin det 10 minutda bo'lamiz. Distansiyamiz katta emas, shunaqa. O'shaning uchun xudo xolasa 3 kishi bu mashinada, 1 kishi dastavkani mashinasida ko'rishguncha kasbda. Уже kasb markazidamiz. Hamma texnikadan olib kelib oldik. Qochdi endi. Ichkarini bitta aylantirib ko'rsatib chiqaman. Mana mana studiya. Birinchi bo'lib mana shu studiya. Ikkinchi studiya bu yoqda. Ikkinchi studiyamiz mana mana bitta. Zuhriddin nima gap? Zuhriddin bizga studiyaga qaraylar, brother. Biz blok yurtamiz. Jigarim. Ketdi. Qani ishni. Bizda сразу всё. Joy-joyida. Xudo xolasa bo'ldi. Xo'p, bu yoqda nima desa, bu yoqda mana 219 bu shahardan keluvchi voltaj. Mampdan chiquvchi bo'ladi 220. Bu sistemamiz bizga 200 voltni ham 220 qilib beradi. Nima gap? Kelladimi? Bo'ldi. Yarim soat tayyorlab olaylik, ovqat bosamiz. Keling Ibrohimboy. Mana olib qo'ying. Qaytasiz, ma'lummi? Bo'ldi, ovqatchan plotni bosib, ishchan plotni qilamiz. O'shinimizdan studiyamizga qaytib oldik. Efirimizni tayyorgarlik jarayonlari, xudo xolasa. Mana bizning pultimiz. Bu 8 tali pult. Nimaga desa, efirni polniy mashinadan kontrol qilish uchun. Ya'ni ikkita kamera shunga ulanadi. 1-2 qilib. Mana shu orqali ishlaymiz. Tak. Mana eniga surib qo'ysam, qulayroq bo'ladi. Hop, bu studiyani xolasa men tayyorlasam, narigi studiyani shogirdim tayyorlaydilar, Diyorboy.
Bizani suite uchun texnikamiz tayyor. Mana buni olib chiqib tashlaymiz Ibrohim Kakras. Rahmat Zuhriddinboy, baraka toping. Qo'rqadi, onasini demasan, u katta narsadan odam. Hamma mana bunaqa yig'ilgan bo'ladi, mana qarang. Orqasiga bitta nallayt tashlaysiz, normalniy vid chiqadi. Mana buni Diyorbekga olib chiqib bering, iltimos. Diyorboyga kerak bo'ladi, menga kerak emas. Xo'p, men 5 metrlik kabelni eng yaqin kameraga ulasak yetadi. O'z iloji boricha ekspertga ko'proq joy qilib berishimiz kerak. Ochiq plashatkada bemalol ishlasa maza qiladi. Tak, kameralar tayyor. Xo'p, kameralardan izobrazение tortib olamiz. Nima bu? Tayyormi, Diyorboy? Seryozni, hamma narsa tayyor. Bo'l, kameralarga kabel tashab chiqing. Ha, aytdim, ne bu? Ashulalar takoy. Zarat kulamabsiz bechorani. O'chib qoladi sразу. Efir shunday yoqing o'chib qoladi. Ha? Dinnoslarga ishonib bo'lmaydi batarekalariga. Mana monitorni mana bu olib kelib qo'yavering. Mana bu o'sha taktika. Bitta kamera mana bu bo'ladi. Mana shu 5 metrlik kabel tashab qo'ying. Mana bu 10 metrlik kabel tashab qo'ying bu. Televizor olib keling, mana bu qo'ying. Televizor o'rtada bo'lsin. Televizorda bitta kabel tashlaydi, notebook qo'ying. Bo'ldi, mana shularning hammasini ketma-ket nima ishni qilardi? O'shalarning hammasini ketma-ket qilib qo'ying bo'ldi. Mana buni o'tirishga moslab qo'ying. Antiga stol bor-ku, o'sha stolni mana shu olib chiqib qo'yavering o'rtaga. Tasavvur qiling, operator yo'q, hammasini o'zi tashkil qo'yasiz, bo'ldi. Shunaqa bir vaqt o'zida ikkita efir bor. Ha, Xudoga shukr. Alloh baraka topsin. Qo'riqtini bera olinglar. Faqat u kamera ko'rsatilmasligi kerak aytgancha. Assalomu alaykum Nodirboy, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Charchab qolmayapsizmi? Uychilar yaxshimi? Hamma sog'lommi? Nima gaplar endi? Ibrohimboy taqib oling. Rez. Boyxon, hamma stolni nari xonaga olib chiqasizda, hamma ikkitasidan o'sha xonaga. Ketdimi, bavrim? Bo'ldi, davay, bosing. Qanaqa? Nodiraga obloshka tashlab berasiz. Давайте. Tezda. He. Salom. Nari xonaga sizniki, ikkinchi xona. Haydi. Xuddi mashina faqat zerkalni qo'yish kerak. Хорошо. Просто. Bo'ldi, ne problema. Shunday kabel chiqaring. Davay, tezda bolalar, 15 minut qoldi. 15 minutda hamma narsani tayyorlab bo'lish kerak. Tezda. Zaradkalarni sumkadan, chemodandan olasizda, ulab chiqasiz primoyga. Bo'la qolinglar. Hozir Boyxon yordam beradi sizga. Boyxon tezlashing, bo'ldingizmi? Birinchi studiyani chiroyli bo'lsin, Boyxon zo'r bo'lsin, qichchu bo'lsin, bagati bo'lsin, o'tiradi. O'shaning uchun mana bu xonadan stol olib chiqing deb rosa aytdim boya. Olib chiqdingizmi? Hop, iPadimiz tayyor, xudo xolasa. Bunimiz ham tayyor. Film hamma narsa tayyor. Xudo xolasa inshaalloh. Yuzimiz yorib bo'lsin avvalambor. O'zimizdan internet shuni tekshirib qo'ysak bo'ldi, xudo xolasa. Gruppaga obloshka tashladim. O'sha obloshkaga kiringda, YouTube kanaliga kirib, kanal obloshkasini gruppada tashlagan obloshkamni almashtirib qo'ying. Keyin mana mana seriy kabel yotibdi. Mana shu kabel shu yerda tursin. Keyin mana manikidan nima kabel chiqayotgan ekan? Mana manikidan ham kabel chiqayotgan ekan. Bu yerga tashlab qo'ysangiz, ko'rish ko'rib tursa, hozir o'tirjam. Nimaga kerak? Qaysi kanal kerak? O'zimiz kanalda. Ha, o'zimiz YouTube kanali bor. Kadr ko'rinyaptimi? Hatto bitta bo'lsa ham. Smenit akkaunt qo'ying. Zo'r, chotki. Smenit akkaunt. SB Group. Birinchi turgani har doim o'zimiz akkaunt bo'ladi. Hozir biz birinchi o'rinda o'zi kameralarga primoy zaryadka ulab qo'yamiz. Chista страховка uchun. Misol zaryadkasi tugasa, sekinroq tugab beradi-da, misol kameralar o'zining zaryadkasi. O'shaning uchun boshqalar efir payti 4-5 marta misol batareyka almashtirsa, men примерно deb aytaman. Vaziyatga qarab, qanaqa holatligiga qarab. Bizani holatda hop. Hozir men aytaman nomini nima qilish. Bizani holatda bitta batareyka bilan efirni tugatib olamiz. Bu juda katta foyda beradi.
Hamma kameraga mana shu yerda zaryadkulab chiqib ketasiz. Voyxon. Ha, kimdir chiqsin kadrga. Normalniy emas. Nastroykasini to'g'rilab oringlar. 1 2 3 1 1 2 3. Diyorbek, hammasi tayyormi? 5 minut qoldi. Hamma narsani tekshirib, to'g'rilab, ishlaydigan holatga olib kelib qo'ying, efirga ko'rinadigan qilib. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamasizmi? Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Charchamasizmi? Zo'msizlar? Ko'pchilik hamma yaxshimisiz? Zo'msizlar? Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Rahmat, o'zingiz qandaysiz? Nima? O'zingiz qanday keldi? Yaxshi keldingizmi? Charchamasizmi? Xo'p, qarang. Telegramda admin berasizmi yo telefoningizmi? Bering. Telefonim yonimda tursa. Ochib bering. Shunda kanalga kirib bersangiz. Qandaysiz? Qalaysiz? Cho'tkiymiz biz. Bu yerda qalay. Zo'r. Prezentatsiya tashlab qo'ysangiz bo'ldi. Instagram ham qilasizmi? Login parolni bersangiz bo'ldi. Telegramda ham bo'ladi. Ha. Telegram kalitini gruppaga tashladim. Hamma narsa tayyormi? Tekshirib chiqing. Video tayyormi? Ovozga tushyapti. Mikrofon uladingizmi? Boy mikrofon beruvdi-yu. Yoni yopishtirib chiqyapsiz shunaqa qilib. Yopishtirib chiqyapsiz shunaqa qilib. Mana shu kamerani sal Ismoil boshqacharoq qo'yib qo'ying. Ham yondan bo'lmasa. Ham qo'yib bering. Ikkinchi kanal bo'laysiz, birinchi kanal ishlayman deganman. Tezroq. Mana shu yuradingizmi? Mana shu yuradi, tekshiringda. Boshing 3 minut qoldi. Qanday bo'lsa boshlagan ishlarimizni shu dilimdagi tilimga bersam, umuman juda hayajonlanmasdan hammaga manfaat beradigan xayrli bir darslik bo'lsin. Hammamizga barakali bo'lsin. Ana. Gapga boshinglar. Boshlayveringlarmi? 5 4 3 2 1 переход bering. Qog'oz yoqing. Efirdasiz, ketdik. Xudo xohlasa, birinchi xonadagi efirimizni ham boshlab oldik. Endi ikkinchi xonamizga o'tamiz. O'sha yerda jonli efirimizni startini bera olamiz. Xudo xohlasa, yuzimiz yorug' bo'lsin. Bosamiz. Xohlasanglar mikrofon hozir taqib qo'yaman. Taqib qo'ying. O'tiring. Yoningizga boraman o'zim. Tiyib tursa ham bo'ladi. Ha, o'tib tursa ham bo'ladi. Qayerga ketdi mikrofoningiz? Yo'q, mana qo'yib qo'ygan. Ha, bering. Rahmat. Ha, bu mikrofon bormidi? Ha. Xotirga. Boshlandimi? Bitta omil qilaylik, Abzal aka. Xudo xolisa ishlaymiz. O'zim bersa ayting. Bersangiz, yozib ham. Namlar rivojini bersin. Barakasini bersin. Hammasi joyida bo'ladi inshaalloh. Yordam berish, xolisa o'shanga yarasha natijamizni olamiz. Hammaga rivoj tilayman. Diyorbek. Ketdi. Tayyormisiz? Klikkir, ha, faqat prezentatsiya kerak. Cho'tan boshlayveramiz ham. Orqaga chap tomon tepada. Aka boshlaymiz, ketdi, efirdasiz. Efirdasiz, gapiring. Assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
Yetib oldingizmi? Post beraman sotuvlarda. Pullik reklama. Targetni men o'qitmayman. Targetda o'zimning mutaxassislari bor. Lekin targetgacha qilinish kerak bo'lgan ko'rsatib bera olgan bo'lishi mumkin. Misol uchun, mana akkauntimga kirgan odam, mana profilimga kirgan odam aniq biladi meni kimligim, qanaqa sohada mutaxassisligim va natijalarimni aktual haftalarga joylaganman, storisdagi doimiy ravishda joylayman. Shuni o'zida target reklamalar hamda juda yaxshi ishlaydi. Kitob kelingan, shuncha payt qilgan tajriba ishlagan bo'ladi. Misol uchun, doktor oldiga borsangiz, qandaydir og'riqda aytsangiz, xohlagan muammolariga yechim bera olishlik uchun shuni aytib qo'ydi. Storiesda to'g'ri kontentni, doim kontentni shaxsiyatga olib chiqish nima deydi, noqulay bo'lishi mumkin. Agar siz ekspert bo'lsangiz, juda qo'pol nima deydi, xatoda bemalol ifodalaman. Stollarga qo'yib bering. Nima bilsangiz, nimani siz odamlarga yordam bera olsangiz, nima sizga nima deydi, foydali bo'lsa, buni bemalol yozsam bo'ladi. Keyin sizga savol bo'lsa, bemalol. Storiesni shunchaki boshlash kerak xolos. To'g'ri, kontentdan boshlayman. Nol efir screen qilmang va mana shu efirdan olgan nima deydi? O'sha qora turibdi, o'sha qora mana. Uni tagidagisi o'chirib. Yuborib. Va bu yerda sonini belgilashga bo'ladi. Biz sonini yona olishimiz shart emas. 71 dollar turibdi buni narxi, bu yerda bo'ladi. Yaxshi aksiya, unda noto'g'ri o'yinlar beradi. Vaqtida uchun analiz qilib qo'ydim. Zo'r analiz qilib qo'ydim. Ko'rsataman, nimalarga qaraganimni, nima ko'rsatishlarga qarab, bu aksiyalar yaxshi deb o'tganimdan bitta ko'rib chiqamiz. Avvalroq men o'zim o'quvchim. Yaqin chiqdilar va inson boshladilar. 3 oy o'zida 20% daromad qildi. Yaxshi natija, zo'r natija. Investitsiyalar orqali hozir Birinchi efirimiz уже tugadi. Biz hozir ikkinchi efirimizni pashta tugatishga arafasindamiz. Bu efirimizni Nodirjon akaniki prodyuserlari bo'ladi. Ekspertizmini Abjal akani investitsiya bo'yicha jonli efiri bo'lyapti, ya'ni o'sha webinar. Bu yerda jarayon, proses shu paytgacha ko'rdinglar, mana endi vaqt topib gapirishga fokusim yetyapti. O'shaning uchun mana gapirib tushuntiryapman. Bu yerda mana bolamizni ikkinchi xonada olib kelib mashq o'tkazib qo'ydik. Kameraga qara, Boyxon chalg'ima. Shunaqa. Biz video olishni boshlaganimizda bolalarimiz ham chalg'ib, mana nima deydigan, nima qilar ekan deyishimga qarab o'tiribdi. Shu gaplar kuzatishda davom etinglar. Endi mana aktivni tushuntirib ko'rishga harakat qilamiz. Bugungi efirimizda ozgina muammo bo'ldi. Qaysi efirda qanaqadir muammo bo'ladi, o'shani ish harakatda yuramiz. Bizga misol любой каприз zavarshi degan narsa. O'shaning uchun nima bo'ldi? Bu yerda webinar o'zida biz prezentatsiyani почти 5 martacha almashtirdik. Это bo'ladigan narsa. Bo'lishi mumkin bo'ladigan muammo. O'shaning uchun bu masalaga ham yechim bor. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Hozir akan chatirni prezentatsiyani variantini tashlab berishadi. Hali akan chatirni tashlashmadi. Также ozgina kech boshladik, sababi o'sha boshida prezentatsiya kechikkanligi uchun, kechikishini oldini olishimiz uchun biz prezentatsiyani bir necha bo'limli bo'lib, efirni boshlab olib, jarayon davomida o'zgartirishlar kiritib ketishi yechimini yo'lga qo'ydik. Xo'p, bizning vaziyatda bu xonada efirimiz уже tugab bo'ldi. Endi esa keyingi xonaga kiraverishda bitta narsani ko'rsatib o'taman. Ko'ring. Xo'p, bizda mana Hamitni bundoq kabel tashlab qo'yganmiz. Antga olib qo'yganmiz.
u kabelimiz ma'nosi nimadan iborat? Misol bu joyda misol aytaylik internet bor o'zi ham. Svet misol uchun bor. В целом o'chmaydi. Bo'lib qolishi mumkin rayonda muammo bo'lmasa, ataga o'chmaydi. No, shu vaziyatlarni inobatga olib, hamma tomonlama страховкасini qilib qo'ygan holatda bizning yechimimiz nimadan iborat? Запасной internetimiz bor va internet uchun 5 soat ishlab beradigan беспроводный питаниemiz bor. Bu беспроводный питаниemiz misol uchun bizning vaziyatda generator emas, tashqariga olib chiq, benzin qo'y, shovqon qil, svet o'chgani pastga tushib borib yo'q. Bizda unaqa emas. Bizda operatsion stolida ishlatiladigan sistemani olib kelib o'rnatib qo'yganmiz. Mana shu xonaga kirganimizda eshik tagida turibdi, eshikning chap tomonida turibdi. Korobkalar bilan tak kakano zashta qilib qo'yib qo'yganmiz bir burchaga va o'sha svet o'chishi bilan o'sha sistemamiz o'z ishiga tushadi. Bu har bir klientimizga qo'ldan kelguncha maksimalni riskini minimallashtirib, hamma tomonlama o'zini bezopasni his qilish uchun va также bezopasni o'tishi uchun o'zimizdan qo'limizdan kelguncha yechimlarni xudo xolasa amalga oshirib ko'ramiz. Xo'p, bu narsani беспроводный питаниeni ko'rsatib o'taman. Internetimizga keladigan bo'lsak, bizning internet sputnikoviy sistema orqali ishlaydigan narsa. Bu Starlink emas, no, o'shanga o'xshagan alternativ yechimlar mavjud. Onlayn ta'limda jonli efirni o'tkazish uchun 2 oy yoki 3 oy target orqali Telegramga auditoriya yig'ishadi va ushbu auditoriyani efirga tayyorlashadi. Efirda esa begona bo'lgan sovuq auditoriya efir orqali iliq auditoriyaga aylanib, ularga o'z produktini, mahsulotini sotish yanada osonroq bo'ladi. Sababi shu insonlarni o'zi shu yo'nalish bo'yicha qiziqib kuzatishni boshlashdi. Yaxshi ko'radigan joylar yana sotuv paytida biz mana shu telefonni efirga chiqarib, yoritib ko'rsatib beramiz. Mana bunaqa narxlar qaranglar. Standart yana 500 ming so'mga arzonlashdi. Mana shu tarzda biz jonli efir paytida ro'yxatdan o'tgan efir payti ko'rsatib bera olamiz. Distansionni biz ham yana 1 million bo'ldi. Va VIP tarifi 6 million 900 emas, 6 million 490 ming so'm qildi. Yana bu yerda 500 ming so'm chegirma. Demak, kursga qabul rasman ochiq. Sakit bor. Havola ketyapti. Telefonni ko'rsatsa. Telegram kanaliga ham yubordik. Kamera qo'lga oling. Havola yoki shu videoni opisiyansida ham turibdi. Shart emas, shart emas. Zo'r ishlov, birga oling. Birga oling. Tezda. Birinchi to'lov qilgan insonlar fotoni chap tomon pastga. Birga oling. Zo'r. Переход bering. Taymerga переход bering. Zo'r, cho'tki. Hop, bugun уже efirimizni tugatib oldik. Xudo xolasa, bu efirimiz ham muvaffaqiyatli o'tdi. Успешно o'tdi. Xudo xolasa, Diyorbek joni sog' bo'lsin, Ibrohim jonlari sog' bo'lsin. Og'abek ismi nima edi? Boyxon joni sog' bo'lsin, Kamoliddin joni sog' bo'lsin, Zuhriddin joni sog' bo'lsin. Bizning yonimizda turgan hamma, menga yordam bergan bolalarni hammasiga rahmat. Jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Bu ishda hammasi bilashadi. Bizning jarayon shunaqa. Mana Boyxon joni sog' bo'lsin. Mana hozir aytganimdek, Xudoga shukr, eson-omon o'tkazib oldik. Endi yig'irish jarayoni. Rostini aytsam, men juda charchadim. Ko'rib turganingizdek, men o'zi kuchim qolmadi. Juda ham charchadim. O'shaning uchun orqa fondan oзвучить qilib ketaman. Xo'p, video yoqqan bo'lsa, like bosib, подписка bosishni unutmang. Qo'limizdan kelgancha qisqacha o'zimizni ishimizni, qanaqa jonli efirimiz o'tadi, kimlar bilan ishlaymiz, jarayonlarimizni qisqacha yoritib o'tdik. Qanaqa qo'shimchalar kiritish kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring va albatta kelajakda xudo xolasa yangi videolarda, возможно, sizni fikringizni inobatga olib, biz yangilik kiritamiz. Kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.